Salam, Et Naqshani programmamızın aziz görürmenleri. Salam, özgücü zoq bilan, özgücü tuyğu bilan programmamızda izchil ko'rib kelayotgan naqsha havaskorlari, shundaqla san'atxo'r do'stlar. Salam, esil kuylarimizdan keskin musobiq sahnimizdan zo'qlayotgan ko'rmanlar. Hayat ügünüş bilan güzel. To'g'ri. Hayat yuqoriga o'rlash bilan texmi go'zal. Hayat yana keskin raqobatlar bilan, mag'lubiyat muvaffaqiyatlar bilan go'zal. Shundaq, bu sahna keskin raqobat jarayonida sinildigan, chiniqadigan sizning yuqori o'rlishingizga asos yaratib berilgan. Emrida mana Et Naqshani programmasini birinchi qatimliq tanlash o'tganlarına ait muvaffaqiyatlik tamamlanib, ikkinchi qatimliq keskin musobaqa maydoniga kirdik. Demisimi Et Naqshani programmasi ikkinchi qatimliq musobaqa jarayoni intan keskin holat elib berildi. Mana ko'rib turibdik, mahirlarimiz ikkinchi qatimliq o'tish uchun naqmada muzika ataratlari bilan birlikda mashqlarni rasmiy holatda boshladik. Shundaq. Et Naqshani programmamizning mana bu oltin sahnasi izchil holda naqsh etishga alayda yirisman bo'lib kelayotgan. Lekin Et Naqshani programmamizga o'xshash bir oltin sahnaga erishamagan, armonni qilayotgan ana shu kishilarimiz uchun alayda bir sahna yaratib berdi, ham bir fursat bilan ta'min etdik. Mana bu sahna orqali ana shu naqsh etishga havas qilayotgan, bu jihatda mahorati, talanti bor bo'lgan kishilarimiz o'zining talantlari, mahoratlarini joriy qildira oladigan ajoyib bir esil sahnaga erishdi. Shundaq, onundan başqa Et Naqshani programmasidagi oldingi mahir tanlash bosqichidan keyingi hal qilg'ish musobaqa o'tgan mahirlarimiz mana naq maydon ko'ryapmiz. Muzika atriti bilan naq maydonda mashq qilish jarayonini shu bizniki baholovchi ustozlarimiz shundaqla bir qism takliflik korxonachilarimizni taklif qilish orqali ekran oldidagi barliq ko'rmanlarni xabarlantirish maqsadida mana bu son alayda programmamizni o'rlashtirdik. Shundaq, Raziya to'g'ri aytdingiz. Yuqorida Raziya aytib o'tgandek bugungi programmamizga Okean Ko'rgü muzika atirtidagi bizning jo'shqin yoshlarimiz alayda tayyor bo'lib turdi. Mayrilimiz uchun xizmat qilishga. Biz muzika atirtidagi jo'shqin yoshlarimizdan boshqa yana bugungi programmamizning eng muhim ham alayda mehmonlarni bir tanishtirib o'tsak, ular bo'lsa programmamizga alayda taklif qilingan baholovchilar va korxonachilar vakillari. Baholovchi ustozlardan Çolpan Yunus Ustaz, karşılığımız şikayetsiniz. Kudret Abdullah Ustaz, karşılığımız şikayetsiniz. Shundaq, bugun programmamizga biz korxonachi vakillarni alay taklif qildik. Undan so'ng men ikkinchi ziyorat uyida o'z xizmatimni davomlashtiray. Sahnasiga qoldik. Qani, bunini Başlıktan yurtşit hamki futbolları bilen halkımıza itiraf kılışın müyesser bulup kelayotgan Şinjan Argu Xalqaro So'chak Şirik'ten qorg'uchisi Adiljon apandimni davomli sahnimizga taklif etamiz. Yana shundan bilan birga mazkur ichimliklar bilan xalqimizga e'tirof qilishga muyassar bo'lib kelayotgan Şinjan Yorkat Xalqaro So'chak Shirik'ten qo'rg'uchisi Abdurashidxon apandim. Qarshilamiz. Endi biz sahnamizni bugungi programmamizga qatnashgan, o'zininki alayda o'rindash uchun tayyorlagan naqshlarni olib kelgan mayirlarimizga basaqanaq. Bo'ldi, qani, marhamat.
Huzur aldırki görmeler. Benim ismim Sabır. Aldın qıtım müsabıqada şu qara qağıla diyen naqşının yanı bir bənbəsini etqan. Ama müsabıqada yanı qara diyen naqşının ki yanı bir bənbəsini ettim. Mana. Nima deb o'xshash naqshini o'xshamagan uslubda o'rinlashni o'ylab qoldingiz? Jig'lamaydi ha. Hamda ikkisi ahang o'xshamaydi, tekst o'xshaydi. Bizning ama burunqi tekstlar shu asosiyatdan xalqning qalbisiga o'rnab ketgan tekst bo'lgan ekan. Hamda buning ajab mana ikki naqshning teksti o'xshaydi ekan, ma'noga tekstni o'zgartirib o'taymi yo deb o'ylab baqqan, lekin o'zgartirib o'tay desam hammadan fuqudi shuni o'zgartirib. Cho'qim tekstga hurmat qilishimiz kerak. Qolgancha uni o'zgartsak, hamda shu avtorga nisbatan bek hurmatsizlik bo'ldi. To'g'ri qilibsiz. Shunday yaxshi o'rnildingiz. Demak, hamda sizningki bugungi ifodangizda biz shu ustozlarning yetaklichi bilan oldingi qitimliq musobaqaga qatnashgan vaqtga qaraganda maqitim yaxshi etdi ham, mana shunday o'yladim. Hem sahne kıyafetlerimi aldın qetimli qaraganda özgüçilik bor. Xili o'zini tutib olgan, O'zini tutib olgan, bunda bir kayfiyatda holat chiqib turdi. Yana shu naqshni anglash jarayonida Elnurda yana bir narsani his qildim, hamkorlikni bekerak cho'nqur his qildim jo'm. Mana shu ko'rgan muzik atirtdiki, barcha bolalar bilan naqshchilar nihoyat yaxshi hamkorlashgan. Demak, ustoz mush moyirlarga, muzika atirtdikilarga haqiqatan ajr sindiribdi. Shundaq. Ama naq maydon shu naqshchilikda bizgu kasbaklar emas, lekin bizmi hamda sizlar bilan uzun mazgil qurilish jarayonida shu naq maydonda mashqlarni ko'rish jarayonida his qildik-da, hamda shu sozchilarmi sizga shunday moslashdi, sizmi sozchilarningki shu degan yerdan shunday yaxshi moslashinglar. Meningcha hamkorlik yaxshi bo'lgan ekan, cho'qim natija cho'qim yaxshi bo'ldi. Men bir gapni qistirib qo'yay endi. Bu muzik chayotgan bu bolalarning hammasi shunday yaxshi muzikant bolalar. Shu Hesapta Şinjan'da asosiyatdan to'niydi hammasi sahnlarda ko'rilib baqqan. Hammasi muzika kelganda-chu. Kasbaklidan. Muzika kelganda hamma ishlarini tashlab qo'yib cho'qinmuş muzik uchun kelib o'tirdi. Ham bu bolalar bundan burun men hamkorlashib baqqan bo'lgan keyin maqatim kelib yana hamkorlashib tizlima ishlarni hal qilib. Bitirib qoldik. Demak, moslashni yaxshi bo'ldi. Unda qo'sib baholovchi ustozlarimiz mashq jarayonida yana sizlarni nimalarni his qildinglar? Sizlarning bir ko'ngil bayonlarini anglab baqqan bo'lsak. Chalpan ustoz. Sabir yaxshimi va muzika atirtidagi yigitlar hammanglar yaxshimi? Naqshini o'rinlaganda men shundoq hayajonlandim, chunki tirik muzika yana o'xshamaydi-ku. Anondikin bu hamma narsa naq maydonda o'rinlagandikin, nayti yuqori saviya, shundoqla hamkorlik, birlashish bo'lgandan keyin odamga bir xil jushqun kayfiyat ham jiddiylik olib keldi. Nima uchun deganda buni hammasi naq maydonda o'rinlayotdi emasmi? Qaysi bir nuqtadan yoki bo'lmasa qaysi bir halqadan xatolik ko'rilsa, umumiy sifatga ta'sir etishi mumkin. Endi Sabirning ahvoliga kelsak, sahna qiyofati bo'lsin, umum jihatdan yaxshi. Endi mening kichikgina taklifim Abay o'zigimi dedim. Endi balkim siz gitarchi o'shnami da bir qarmoqqa aytib pishqan gitar mahiri chiqib turyotdi. Shunlashqa balkim bu jiyebing bo'lishi mumkin kasbiy kasallik deb qo'ymizmi? Endi yakınbamiz kasbiy odat xarakterlik. Chunki gitarni chalganda odatda birna muzikani chap turib naqsh o'rinlamoq sal bizga bizdagi biroqla naqsh o'qigan qaraganda sal nima talab qildi. Kuch talab qildi. Anandikin butun xotliq mashina degandek butun hamma narsani kontrol qilish kerakda, ko'p iqtidor talab qildim. Gitar chalganda men Abaydan diqqat qildim, shu mikrofonga yiqilinish uchun men mo'rtarab mustaqil ko'tarildi-ki. Darhol ko'tarilgandan keyin bizning mayli qo'limiz ko'tarilsin yoki mo'ri ko'tarilsin, odam badanidagi bir jiddiylik, bir ishorat anonki bizning nafasni ko'tarish da'vat qildi-ku. Mayli ingak bo'lsin, mayli mur bo'lsin yoki qo'l bo'lsin, shunlashqa har qanday masalan biz Pavlodiningki naqshlarga diqqat qilib baqsanglar, qancha yuqoriga chiqqan sari pastga kangraydi. Xuddalqi paqa ko'rilganda, ikki qanoti kerilgandek, qo'ltiq, shu badan bizning badanimiz naqshi degan bir jitiya emasmi? Badandan o'rinlagan narsa bo'lgandan shunday qilgan bir harakat sizningki nafsingizni ko'tardi. Shuning bilan anandagi naqsh aytgandimi, Abay o'zigim dedim, qara degan ko'tarilib ketdi. Asli bu tushsa
ovozning buningdimi doirasi kengirishi mumkin. Shunglashqa endi balkim buni o'ngshig'il bo'lmaydi emas, cho'qim o'ngshig'il bo'ldi. Ilojiga bor naqshi o'qishdan baldur, endi mavuni nurg'un ko'rmanlar ko'rdi emasmi? Mayli kim bo'lishini qat'iy nazar, har qanday naqshni boshlashdan baldur naqshi o'qiyman deb emas, balkim endi bir o'zimni fonksiyon qo'yib o'tib naqshi o'qay deganda, deydigan bir harakatni qilsak, butun narsa shichi bo'ldi. Hamma narsa tigiga tinidi, tingandan keyin anandan badandagi kuch, hamma ovoz, nafas ko'tarilishining oldini oldi. Shunglashqa musobaqada bu yoki bo'lmasa naq maydonda har qanday klubda naqsh o'qayli yoki sahnada naqsh kechiligi bo'lsin, shunday vaqtda biz intayin danding bir 10 sekund tamkindan ondoq bir tinib olishimiz kerak. Shunglashqa har bir naqshchiga shuni tavsiya qilaman, naqsh o'qishdan baldur, endi naqsh o'qiyman, men naqshni boshla pauz kirgandan keyin eng oz deganim 20 bapayda. Deb bir shechi qilsak, o'sha hamma narsa tegib tushib anonga qara deb. Mana men mush pauz tugaydi dedingiz-ku. Men buning vaqti yo'q, tin qilgan pauz tugish yil kirkatni sanmaydi. Siz gitar chap qilgandan keyin cho'qim ashuni bundoq nim qilib beqing. Ash gitar chaqash hech bo'lmasa. Chunki menda amaliyat vaqt chiqag'il bo'lchi, buni muzikani paylaqani chiqarib olamiz. Lekin biz bu naqshning vaqti bag'ansir o'zgartirmasak uzrab ketdi-chu. Bu dastlab 3-4 minut turadigan naqsh hozir bag'ansir bugun soat qarasam, men 5 minut 18 sekund tugatdi bu naqsh. Lekin musobaqada bundan 5 minut et qilmaydi da. Lekin endi uni sizga qilish uchun malading qilib bermisizmi? Ya, menda gap u to'g'ri sizning deganingiz, lekin kelar qitim bag'i cho'qim ashunga diqqat qilaylik. Cho'qim sizning deganingiz bak to'g'ri naqsh etishdan burun bir tinib olish kerak-ku. Men abiyam siz deganda tinolmay qoldim naqsh etishdan burun. Tinmay ketdim. To'g'ri. Siz chunki men gitar chalatsiz emasmi? Siz to'xtamay qolgandan keyin balki mashtaq bir buyruq bersingizmi, ish qilib balqa naqsh o'rinlashgan nihoyatda ko'p nemisi bor deyman. Rahmat. Qani, Qudrat ustoz. Sabir abla, yaxshimi? Sabir abla oldin qatim o'xshash bir tema edik-a. Sabir abla bilimiz oldin qatim gitar bilan o'rilgan, o'zi bir pishqan muzikant, yaxshi gitarchi. Endi bugun kelgan naqshida repetitsiya jarayonida bir necha xil o'zgartdik. Chunki bu naqsha bir men ismini bilsam aytilib kelayotgan naqshgan klassik aylanib ketgan bir muhabbat lirikasi. Qara qag'lar. O'xshash variantikasini oldin qatim aytgan, bugun yana bir xil variantni aytdi. Ham buni aytishda buni nurg'un uslubda aytgan, bu naqshni ilgari dastlab aytgan kishilar balkim bovoy bo'lib ketgan bo'lishi mumkin, hozir anglaganlar mo'may bo'lib ketgan bo'lishi mumkin-da. Buni ham hozir maqetim yana bir Sabirning ovozi bilan qayta mush sahnaga chiqishda biz muzika atriti bilan qilgandan keyin buni ilgirki uslublarda chalg'ular bilan o'rinlanib boqmagan bir uslubda, ya'ni buni bossa nova uslubda chiqdik buni repetitsiya. Bossa nova jazg'i tava bir uslub bo'lib, hamda bu hozir umumiy bir moda iqlim, dunyoviy moda iqlim bu-chu. Ma muzika atritiga biz qilgandan keyin bu klassikka aylangan bir naqsh bo'lgandan keyin buning ohangini biz hech narsa o'zgartmadik. Ammo Sabir o'zimi buning bir alohidligi shu asli ahanga, asli tekstga hurmat qilib aytadi, buning bir hurmatlashga tegishi kerak. Undan keyin bu kasbiy axloq jihatdan hurmatlashga arziydi. Ana biz buni muzikani akkordlashtirganda buni cho'qim bossa nova uslubiga kirdik deb buni iqimga agishib ketmay, yana o'zimizda an'anaviy bo'lgan o'zimizning musikalarininki shivilarini buningga yug'urishga tirishdik. Muzikant Mayırlar hem şunda tirishdi, Sabirmi shunda tirishdi. Necha kundan endi izchil soatlab mashq qilgandan keyin balkim ovozda charchash, nurg'un chatlar bo'ldi-ki, his tuyg'umi ko'niraydi ekan-chu. Shunga herhalde bugun ishbadan shuna yaxshi. Davomli izchil turib shunda tirishsak, yaxshi natijalar yer bo'lsin. Rahmat. Sizga iftixor bo'lsin. Rahmat. Et naqshani programmasi. Kapkara koyu köy
Rahmat. Shunda chiroyli aytdingiz. O'zingizni bir tanishtirib o'tamiz. Salam ekran oldidagi barliq ko'rman do'stlar, shundaqla bugungi shu faoliyatga qatnashayotgan barliq aziz mehmonlarimiz, men bu qitimga shu musobaqa qatnashgan aziz qizinglar Zubayda Abduxilildan hammanglarga o'tliq salomlar bo'lsin. Xush kelibsiz, qarshi olamiz. Zubayda o'zingizmi shu o'rinlash mahorat jihatdan xeyli bir mahorat talab qiladigan naqsha, xeyli darajasi yuqori. To'g'ri. Bu naqshni bizniki ustoz san'atkorlarimizdan Pasha Aysan aytgan, Bahorgul Imin aytgan, bizniki mana bu Cho'lpon ustozim aytgan, o'xshamagan ustozlar bilan. Lekin va zamonaviy chalg'ular bilan tankash qilgan holatda aytilgan yangicha bir nusxani anglab, bugun shuncha huzurlandik-a. Cho'lpon sizdan qanaqroq aytdi? Zubayda. Ovoz tempongizdan qaraganda sizchi mush kuyni o'zingiz tanlaganmi yo kuy tövanmi yo'qmi? Yo asli shundaq bir xil bak jo'shqin, bir xil nima deymiz endi, yevar desak bo'lmas, bir xil mardonlik, bir xil erlarning sal biz o'qigan kuydan xili tövangan. Erlarning kuydirak. Odatda men o'zim xalq naqshi aytman, asos jihatdan-chu, xalq naqshlarining asos jihatdan aytadigan nima aydiyorni aytman-chu o'zim. O'zim tanlagan deyman shu. O'zingiz yaxshi. O'zingiz ashundaq uslub. Erkin aytmanda, nimada? Qiyinlik nima? O'zingiz uslub shu kuyni to'g'ri yaxshi ko'rsizda, to'g'ri. Endi ba'zilar kuyni shu men endi dars o'tganda men qandaq nima qilaman desa, so'zlagan ovozini taraqqiy qildirishni tavsiya tarafdor eman-chu. Undaq bo'lganda nima bo'ldi deganda, har qanday vaqtda birsi naqsh o'qisa, gap qilgan, so'zlagan ovozda o'qisa, yiroqdan ko'rganda ma Oyshamning ovozi, ma Xalchamning ovozi deb to'nug'ili bo'ldi-chu, ovozining tusi o'zgarmaydi. Lekin siz o'rinlaganda bir xil sizning shu o'rinlashingizdan bir xil mardonlik, shundaq o'zingizga bo'lgan ishonch, puroqlan degan bir xil shayli qilib degan itib degan nihoyatda voyiga yetib ilinyapti ash puroqlar. Shuni yaxshi ko'rdim. Endi har qanday o'zga yaragan, xonga yaragan degan gap bor-ku. Shunlashqa o'zingizga yaragan bo'lsa bo'ldi. Ishonch birsi, ikkinchi birsi o'zim shundaq o'qiganim eng yaxshi degan bo'lsangiz, uningga boshqaga gap ketmaydi. Ben o'ylaganda gap qilgandagi tempingizda hamda mush kuyni mushtaq tövan qilib qo'yganmidi? Qudrat apadim ya mushtaq o'zi tanlaganmidi deb so'radim. Shunashqa siz o'zim tanladim dedingiz. Endi bizning quliqimizga xalqning ma'nosi mayli bizga bo'lsin singib ketganda, lekin bugun regi uslub qo'ya, shunday yaxshi o'rinlandi. Hamda xalq naqshlarini bundaq qilish buzish deb qarmayman men shaxsan. Yangilik yaratish menimcha. Yangilik yaratish. Endi ba'zilar har kimningki o'zining xohishi bor, o'zining yaxshi ko'radigan. Men shaxsan o'zim bundaq deb qarmayman. Chunki jamiyat taraqqiy qilayotgan hamda bizningki yoshlarimiz shundaq uslublarga mengayotgan ahvol ostida biz zodi shundaq bo'lish kerak, zodi shundaq bo'lmaydi deb turib olsak, tashlanib qilishdan ansirayman-da. Shunlashqa har xil uslublarga kirgizish orqali qanday qilganda shu xalq naqshlarimizni bildirish, ularga chanchanglikqa davomlashtirish, yetkazish uchun biz har xil uslublarda o'qisak bo'ldi. Endi o'zingizga yaragan bo'lsa chataq yo'q, qolgani xalq baholaydi-ku. Endi cho'qqim boshqalarning hammasiga yarab ketishimiz natayin. Birisi olma desa, birisi chalma deydi. Lekin uning bilan karimiz yo'q. Biz hamini yumshoq qilish, davrga moslashtirish. Endi menmo bizningki mayli muqomlarimiz bo'lsin, mayli xalq naqshlarimiz bo'lsin, yoshlarga qandoq uslub orqali shu 90ning keyindagi, 2000ning keyindagi yoshlarimizga ular yaxshi ko'radigan uslubda, ular yaxshi ko'radigan tamda yoki bo'lmasa ular yaxshi ko'radigan fasonda qilish uchun biz to'xtamay yangilik qilishimiz kerak. Davomliq chivindaranglar, chichiviranglar deb turasiz. Menimcha bir gapni to'g'ri dedingiz. Masalan, bir naqshini qanday aytsak, balkim yaxshi ko'radiganlar jiq chiqish mumkin, ham yoqtirmaydiganlar bo'lish mumkin. Nima bir gap bor, lobo bay tayka yo'so ay degandekchi. Menimcha Zubaydaning mamni kasbakli emas-ku, men bunday o'yladim. Masalan, o xalq naqsini biz o'zimizga moslashtirib ayta olsak, shu tushirgilarini, agitlarini o'zgartmagan asosda
Muşu köyünki umumiy gavdisiga ta'sir yetkazmagan asosda, tekisiga hurmat qilgan asosda o'zimizning uslubi bo'yicha etsaq, menimcha bir yangilik yaratganlik hisoblanamdiki deb o'ylayman. Ha, endi hozir tizim aytibak nim bo'lib ketdi emasmi? Nim deymiz, o'z taratqu demdimiz ha. O'z taratqu jubo, shu bak taraqqiy qilib ketgandan keyin bizmi umid qilamiz hamda nurg'un narsalarning buzilib ketmasligini aslisini bo'yicha mengishini umid qilamiz, lekin bunu kontrol qilib bo'lmaydi. Burun faqat shu televiziya taratqullari orqali qiladi qarqandaq narsani. Uni kontrol qilg'ili hamda qiliblashtırg'ili bo'ladi. Lekin hozir bu o'z taratqu bak taraqqiy qilib ketgandiki har xil variantni qiladi. Uning amal yo'q, lekin tavsiya qilamiz. Hamda bak hamda bu tarafda bak so'zlab kelsakmi bo'lmaydi. Mencha shu abayqi gapim o'ziga yaragan, xonga yaragan. Chunki siz o'rinlayapsiz emasmi? Sizning nima kiyishingiz, sizningki chash pasoningiz, hatto qandoq tam tanlashingiz o'zingizning ixtiyorligi. Shu sahnada 3 minut sizga berilgan bo'lsa, o'zim ziyofa qo'yim. Hech qisi yo'q. Men qo'llayman. Rahmat. Qani, Qudrat Abdulla ustoz. Zubayda Hanım, hoş geldiniz bugün. Şunda yaxshi ifade oldu. Hoş buldum. Azırak hayacan var. Bunu normal deyimiz var da, normal. Çünkü neç gün oldu, repetiz kıvatkalı, avazda çarçaşım var, keyfiyat markıl oldu. Hem de bugün bu Nahmeydan karxancılığa boğandı iken, bizning neç gün ki mühimimizni ko'rsatish uchun cho'qim hayajan var. Çünkü televizor aldıda nurg'un ko'rarmanlar var. Hem de bayi deb o'tdik, mushu naqshininki uslub meselesi doğrusu. Uslub hem de biz mada oyuldik. Zubayda Hanım'ın avazı bulsa, hakiki bir qiliblaşkan bir şu eli xalq naqshlarga hakiki tushgan chu. O'zininki ya güzel ifodlayman demidi ya ovoz boshqa narsa qilman emas. Faqat ilgir aytayotgan bo'lsa, shu naqshidagi mardonalik. Asli ovozda. Aslidagi shu naqshidagi asli bo'lgan quvvatni ifodalash uchun nayt o'zini muddatil saqlagan chu ovoz tusini. Shunday bo'lgandan keyin biz bir qancha naqshlarni tanladik. Bir qancha naqshlarni tanlab, mushu naqsha chunki bu bir bak qadimiy bir romantik muhabbet naqshi qap-qara qo'y ko'zligining nurg'un odamlar aytgan hozir aytilib kelyotdi. Buni endi biz jiq anglaymiz, bizning yoshlar bizning naqshlarimizni anglamaydi deydigan gapchi. Jiq aytiladi, jiq datlashlar bor bu yerda. Bu nima uchun anglamaydi degan masala bor. Nima uchun anglamaydi deganda, chunki bizning yoshlarimiz yangilik intildi. Bu yangilik nima? Bizning koni o'zimizda bo'lgan melodiyani, ohanglarni yaratmaslik emas. Uni atrofida o'rab turgan muzikaning ovozlari balkim qondirmaslik mumkin. Biz ham buni o'zgartirishda ilgari aytilayotgan nusxasini aytadigan odamlar qadamda uchraydi. Mayli muzika atroflari bo'lsin, kasbiy o'maklar bo'lsin, buni asli holatida o'rinlaydigan odamlar nayt ko'pchi. Biz ham bu qatim buni ruhiy uslubda muzika atrofi bilan, ko'rgi muzika atrofi bilan ruhiy uslubda qildik. Bu ruhiy oldingi asrning 70-yillari shu Yamaykadan tarilib dunyoning Amerika moda iqlimga aylangan bak yangi uslub degan bo'lmaydi, ammo faqat modadan qolmaydigan bir uslubchi. Bizning shu eli xalq naqshlarga shunda yaxshi tushdi. Ritmi erkin, noyati bir xil xonada huzur bilan rahat tuyg'usi beradigan bir tempo bu. Ta'tir udar deb qo'yamiz, lekin noyati rahat tuyg'u berdi-chu. Biz 2 kun nim qilishda Zubayda Hanımdan bir suyungan bir yerimiz nim bo'ldi desa, men fikrini berdim, shundaq bir o'zgartib olsak, ruhiy altida bir aytib boqamsiz desam, Müştak bir zamani bus men qo'shilaman deganda bo'ladi ekan. Ha, shuning bilan bizmi bo'ladi hamda bir esa bir naqshchininki biz esiyatga hurmat qilmasak bo'lmaydi bu yerda biz chalg'ulashtirdik degan bilan. Men buniki muzika yetakchisi bo'lsam, cho'qim men shaxsiy esiyatga hurmat qilishim kerak. O'zi shunday yaxshi aytibadi, muzikantlarni yaxshi tankash qilib shunday hayajonli holatda, mushunchalik holatga keldik. Keyingi musobaqa o'tganlarda texmi nodir bo'lgan asarlarni yani sizning ovozingiz bilan anglashga tashnamiz. Rahmat. Rahmat. Mana ustozlar shunchaki yaxshi baholanib berdi. Keyingi o'tganlar texnik yaxshi natijalar bilan barcha ustozlarning qoyil qilishi bilan, moyilligi bilan yaxshi natijadan qo'lga keltirishingizga chin qalbimizdan tilakdoshmiz. Rahmat. Oxirida men mana shu qudrat ma'lumga shundaqlamış edi o'tgan barliq ustozlarga, ya'ni shundaqlamış biz uchun kech kunduzlab muzika chelib biz uchun xizmatda bo'lgan mush chiroyli inlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytmay javob atdinglar. Rahmat. Hammangizlarga ko'pdan ko'p rahmatlar olsun.
Rahmat. Pek yaxshi aytdingiz. Undaq bo'lsa, siz bilan bugungi sahnada yana yuz ko'rishdik. İlgari qitimliq programmamizda dastlabki tanlash musobaqasida opangizmi chiqqandi sahnaga. Shunday bir ta'sirlik, asti qog'idek shunday bir ko'ngillik manzaralar bo'lgandi. İlgari qitimliq musobaqaga selishtirganda bu qitim o'zingizni qandaroq etim deb his qilasiz? İlgari qitimliq musobaqa selishtirganda maqtim ham o'zim xil yaxshi etim deb o'ylayman. Chunki shu chaqda aytganda men panzoq aytgan emasman. Hozir ham deydim, men necha vaqtdan yaqin shu yerda bilan tang hamkorlashib, ham tang etib, tang mashq qilishimikin tang oldin qitim qaraganda shunday yaxshi tuyuldi men bu qitim. Shunday yenik ham erkin. Undaqda baholovchi ustozlarimiz bu vaqtda qanday bir bayonlarni o'tirib qo'ydigan, qanday baholarni berar ekan olib degan bir tanlab baqanda. Ma'qul bo'ldi. Shu Qudrat ustoz bilan Cho'lpon ustoz xili ko'p munozirlashdik. Ajoyib gaplar, mini gaplar. Olib degan kayfiyat yaxshimi? Shunday yaxshi. Repetiz qilgan vaqtiga qaraganda sal o'diqish bor. Bu olib degan qadalsak, mushu bizning mayirlarning ichida eng yosh mayir. Yaşı eng kichik bo'lgan mayirchu. Ammo lekin olib deganniki o'zining ovoz tusini ayt, o'zgachachu. Mela ovozniki yuqori qism bo'lsin, tuvan qism bo'lsin, shu moda iqimdagi naqshlarga pek yaxshi keldi. Buning repetiz qilgan bir qancha naqshlar bor asli. Bugun cho'qim mush naqshni essam deb o'zi qattiq talab qildi. Rasam buchu. Mush naqshni mushu Bozanova uslubda mushu ansambl bilan men mushni essam. Bugun chunki karxanchilar madat belgili kelgan kun o'g'an ekan, men o'zim yeshim eng kichik bo'lsa-mu, cho'nglar dadam opamning vaqti men cho'qim birini aytay deb shu naqshni tanlagan. Azroq o'qish bor, lekin herhalde yaxshi ish badli, shunday yaxshi. Rahmat. Ansamblda yigitlarning shunday yaxshi ish badlishini aytmoqlarga rahmat. Mana shunchalik. Jabajiklar. Mana shunchalik qilsam qolganni. Cho'lpon ustoz. Olib degan. Yanguang deymiz qo'y aldan qitim. Aldan qitim sho'qroq naqsh o'qigandiz a? Ha, nim deyman. Ko'rsam o'zning go'zal. Chachaq keldi-ku. Stop deb qo'ydi. Men bu naqshni bak yaxshi ko'rman Faridadimizningki. Ish qilib yaxshi ko'rmaydigan odam yo'q hamda lang shunko armoyishang degandek bizga pishgan bir naqsha. Lekin olib tekkan o'rilgan bu bak yaxshi ko'rdik ekan. Ko'rib oldim-ku, bu naqshni bak yaxshi ko'rgansiz. Shunchalik o'zidan degan huzurlanayotdi, ma yo'ruq chiroqlar daxli qilyotdi-da buni. Endi bu naqshi men doim deyman-ku, naqshi degan bir dunyo bu-ku. Har bir insonningki, har bir yozuvchining, har bir ijodiyotchining bir dunyosi, ichidagi qalbidagi buning saviyasi, buning shu o'ziningki vujudi bir naqsh orqali chiqadi. Shunlashqa nurg'un vaqtlarda har bir naqshchining faqat birli naqshisi bilan toniladi. Andan keyin qolgan naqshlarimi chiroyli anglanadi degandek. Endi mushu naqsha night chiroyli bir naqshida uning ustiga endi bu naqshini bugun olib degan o'rilganda yana boshqa bir xil go'zallikni ko'rdim. Endi nimishqa deganda biz bu naqshini cho'qim ayollar aytadi. Ayollarga singib ketgan, chunki naqshning ustixonida bir xil nozuklik, bir xil nazokat, bir xil sehr bor-ku. Buni qanda o'zgartgan bilanma odamga shunchalik orom baxish, shunchalik bir xil xotirjamlik, shu nimadan koinotdan, shu tabiatdan huzurlangandek xuddi bir kichigina narsalarning bormi, unda sizlar o'qimaysizlar, sizlar degan lufangda cho'ng bo'lganda tursa, elqi to'pichang bo'lib ketgan uylarga suv sepsak bir xil to'piroq. Birisi osh puroq, yana birisi yeng suvab qo'ygan uylarga kirsa, bir xil puroq ash ko'klamning, iliqi bahorning bir puroqlari kelib turdi-da. Endi bu naqshning ustixonida bir nozuklik bor, sehr bor, nazokat bor. Siz lekin bu naqshni bak yaxshi ko'rgansiz. Endi mening bakrak kutkunim sizdagi yanguang bir xil jo'shqin, mardona, shu hozirgi yoshlarimizga loyiq bir xil mandaq bir tarpingiz bor sizdan oldin qatimqidakchi. Shunlashqa bu naqshni bak yaxshi o'riladingiz, lekin buni odam cho'qim o'zi qig'iz kelgan ishni cho'qim qivilish kerak. Buning bir misol deb pasam bo'ldim. Men bu yil necha kirganimni deb o'tamay, lekin men
kichik vaqtlarimda ashtaq bir o'zingizning bir jo'jansi bo'g'iniga qo'l qo'ydim. Chunki men zodi haq o'xshamaydigan ish qilaman deb, haq kang ishdan kelsa tor ishdan kiyatdim, torlitib. Haq tor ishdan kelsa kang kiyatdim. Haq shunda pokiz nyo'za ishdan kelsa ataytim bir sir chechibchu, ananga degandoq qilib kiyatdim. Men demoqchi bo'g'inim, yoshlikda odam cho'qim qig'uz kelgan ishni cho'qim qilish kerak. Ashni qilib bo'lganda anankinilqay iditiga yetganda ondan boshqa nim qildamasmi? Manaqshi ish qilib buni yaxshi ko'rmaydigan naqshchi yo'q. Bak yaxshi o'rildingiz ish qilib obay qarsam degan kirkatdi degan shunda huzurlanib degan ügülleri deb qo'ymiz qo'mulcha. Shu har bir o'jayrilari o'ynayotdi o'shonlashqa. Lekin men sizniki yana bir tarafingizda bakrak yaxshi ko'raman. Halqa yong'ong jushqun mardoni tarafingizdachi. Nima? O'zimning shaxsiy fikrim. Rahmat, rahmat. Xo'shundoq bo'lsa olib dekin, bundan keyingi musobaqa bosqichlarida sizga texnik zo'r natijalar yor bo'lg'ay. Rahmat sizga. Sizlarga bir rahmat. Qo'llari tajidorligidagi et naqshani programmasi. Manga kuysan, haqiqiy suysan. Bilay yig'lab, bilay kulsan. Mehrim bilan vafo aylasan. Hamra bo'lay. Egir kunlar kelsa beshimga. Gözümü tozakan yaşla. Ümidini üzmezsen asla. Hemra bulay. Cefalarda kalsan bir günü. Depremler kıyırsa beni. Abdug'ofur, xush kelibsiz, qarshi olamiz. Rahmat. Shunda hammamizni jonlantirib o'tdingiz. O'tgan qitim bu qitim qaraganda aytgan kuyingiz uncha sho'q emasdi, ya. Bu qitim shunda jo'shqin naqsh aytib kelibsiz. Cho'lpon ustozmi shundaq naqshga berilib anglab ketdi. Bahosini bir anglab boqamdiq. Bo'ldi. Rahmat. Shunda puxodan chiqdim, bak yaxshi aytdingiz. Rahmat ustoz. Shundaq bak ilqi Yeni ekan. İcadiyatma bu, yeni icadiyatma? Yo'q. Hali bo'lganmi bu naqsh? Ya bu naqsha bizning Shirli Salining ijodiyati. Ha, uzoq bo'lganmi bu naqsh?
Nem qilg'ili? Xili bo'ldi, to'g'ri taqib bo'lgan narsa. Buni o'zim yaxshi ko'rib aytdim. Bak yaxshi ekan, bak rahat. Lekin sizning o'zingizning men mushtaq tarafdorchi, o'zingizning ovozi haqiqiy, o'zingizning ovoz tusi jinsiz har bir shaxsini tutib o'zingiznikini nimiz chiqyotdi meningda. Tarjimasiniki birinchi ikkinchi misrasi qasal pikoying bundaq voda ayirma nimte birinchi ikkinchi ayrin ayrin j harfichi sizningki nimangizni besyotdi. Ovoz tusini birinchi misrasidek chiroyli chiqmayotdi. Birinchi misrasi nimte ang boshida bak rahat manga kuysang qarang manga kuysang degan ichilib chiqyotdi-ku. Ayrin degan gap shu so'z tarjimadagi shu yani o'ylashmagan gapda shu pikoying j degan nim bo'lg'ashqa birinchi so'zdagi birinchi misradagi bizni tatgan ilqi sehr yo'qolib ketgan ayrin to'savotida anicha shunlashqa cho'qim boshadagi tekstni mancha siz so'rab anda ashirga sal nim shu so'zingizni nim qilyotdi-ku. Bo'ldi ustoz. To'shyotdi. Demakchi uningdan yaxshi bo'lsa rahmat. Yaxshi ko'rdim, bak yaxshi. Rahmat. Abdug'upur shunday yaxshi ifodalanish bugun hammamizga shunday yoqdi. Rahmat ustoz. Ma ansambl bilan bo'lgan tankashim shunday yaxshi. Keyingi bosqichlarda texmo shu natijalarga erishishingizni tilakdoshlik bildiray. O'shinchilik so'zda, ya. Rahmat. Sizga utuq yer bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Naqshona programmasi. Yaşlaysan namreğim Şu atlı huyum bilenler kilem Yana hıyalga başlaysan namreğim Yay beni küldürsen namreğim Yay gözümde yaşlaysan namreğim Şu atlı huyum bilenler kilem Yana hıyalga başlaysan namreğim Amreğim bana sen kerek Bana sen kerek Olay sultanda ya ki bir gaday Amrığım yana sen kerek Amrığım bana sen kerek Amrığım bana sen kerek Olsam sen bilen ben köge bir cür Lafla sulkıdı bu jürek Gümni köydür sen amrığım Sahip Cemal Peri sen namreğim Kıyabı kıpır karaşlarımda Yuşk edip ötür sen namreğim Yürgümni köydür sen namreğim Sahip Cemal Peri sen namreğim Kıyabı kıpır karaşlarımda Yuşk edip ötür sen namreğim Namreğim bana sen kerek Bana sen kerek Olay sultan veya kibir gaday Amrığım yana sen kerek Amrığım bana sen kerek Amrığım bana sen kerek Olsam sen bilen ben küge bir cür Yapla sulkıdı bu jürek Yaşlaysan namrığım Şu tatlı huyum bilenler kilem Yana hıyalga başlaysan namrığım Amrığım bana sen kerek Amrığım bana sen kerek Olay sultan veya kibir gaday Amrığım yana sen kerek Amrığım bana sen kerek Amrığım bana sen kerek
qarshi olamiz. Shundoq yiqimliq sho'x kun so'ng'ingiz rahmat. Huzurlanib o'tirib angladik. Qudrat, shunda bir xil ig'ir, keskin o'tirib angla ketdingiz. Men degan xabarishimiz degan bir xil. Shunda huzurlanib angladik. Bir ayollar undan naraq aytib qo'ydimi yo sizga qanday ta'sir berdi? Yaxshimi? Rahmat. Unda siz Cho'lpon ustoz bek sho'x o'tirib berdingiz. Bu naqshi bak nima ekan? Sho'xga. Bu naqshiga shu Tango. Tango bir yigit bo'lsa. Topsam bo'pti-ku. Bunda esib turibsizmi? Chaq. Bir juftlarga so'q qilingan. Endi bu naqshi haqiqatan odamga orom bexishib turadigan yaxshi naqsh ekan, lekin klublarga, çayxonalarga degan yerlarga bak mos keldi. Endi hozir İlyas o'qidingiz, o'zingiz tanladingizmi yo Qudrat tanlab berdimi? Bu naqsha o'zimning ijodiy naqsha, shu o'zim tanlagandim. Qudratga bilan maslahatlashib tanlagan. Ashtama, lekin men qo'shilmayman bu naqshni o'qishga. Chunki sizning yanchig'ingizda 10 ming ko'y pul bor, siz 2 ming ko'yni xajlab 8 ming ko'yni ep qo'ydingizda, ha? Shunami? Mushum 10 ming ko'ylik. Bana demek bo'g'ini asli bo'lgan talantingizni namoyon qilolmaydi ekan. Texnik isil naqshlar bo'lsa, ovozingiz namoyon bo'ladi. Bu ommabop naqshga tushdi. Demak, bunda naqsh moduldi, ha? Moduldi. Hammasi aytalaydi. O'zingizning ijodiyatimi? Ha, shunday qo'yasiz. Ay to'g'riladi, ko'p anglagan. Men shunday yoqtirib anglaydim. Men undaqdimizlar yorim. Oy, bundaqdimizlar yorim. Akşam qilgan gaplarni Qudrat deyman yo. Kishigidimizlar yorim. Degandek. Ashunga chiqib qolgan. Ya ashtaq bir rahat. Tempa. Demakchi bo'g'dim, bu naqshingiz haqiqatan yaxshi moda bo'ldi. Lekin mencha musobaqaga aytsangiz, yo'ydan tushib qo'y demakchi. Rahmat ustoz. Shu ma'voyliqi biyoyan asos qilingan bugungi programma. Men misol qator tushundim. Mashq jarayoni bo'g'ashqa. Manda gap. Lekin musobaqada buni aytmaysiz, unda xotirjam bo'ldim. Chunki siz degan intayin kangri ovoz doirasi bor. Uning ustiga shunday chiroyli ovoz tusi bor. Ondaq bo'lgandan keyin siz musobaqa deganda biz barliq kuchimizning yetkichak bo'lgan chekigichilik sizi zuy jianning de famini deymiz. Eng çok qisqachilik qilaligimiz bilan qiladigan darajaga qilishimiz kerak. O'zimiz eng yaxshi qildik degan darajasigacha. Shunday ansirab ketmadi, Qudratni urishmoqchidim siz tanlab berdingiz. Bunda bugungi programma uchun so'qilgan misollarni xotirjam bo'ldim men. Rahmat ustoz. İlyas Abdug'ani. Rahmat ustoz. Bayı Cho'lpon ma'lum deb o'tdi. Bu naqsh to'g'risida. Bu naqsh to'g'risida ham men o'zim yoqtiradigan bir naqsha. Biz burun İlyas bilan bir ishxonada xizmat qilayotgan vaqtda ijodiyat qilgan bu naqshni. Men o'zim yoqtirman. Keyin jamiyatga tarqalgandan keyin bu naqsha bak ko'p anglangan naqsha butkul taratqularning hammasida mushu telefoni bor odamning hammasi telefon saqlaqtim deyman bu naqshchu. Shunday bo'lgandan keyin anglarmanlari nihoyat ko'p İlyasning. Shunga bu naqshni biz tanlashdagi maqsad bugun chunki bizdan al so'rab kelgan, madad berib kelgan do'stlar bo'lganligi uchun mushularga İlyas o'zining ovoz bilan naq maydonda bizniki ko'rgu ansambl bilan bir sunsa bu bir yüzün qo'lni yutsa qo'l yuzni yuydi deganga o'xshash o'zaro bir-birimizga bir yaxshi yetkazish bo'lsin deb mana naqshni tanlagan. Bu naqshda biz uslubda aytgan ansambllar tankash qilgan vaqtda bayimi azroq bir ahvollar ko'rildi chunki buning 3 xil nusxasi bor bizim shu ansambl bilan yodi bilan paylan qilgancha shunga ancha aralashib ketishlar bo'lib qoldi. Balkim özümüz sezdik depemsek başkalar okumaya kalışı mümkün de hem de evet bunu. Ajında bir işler var. Lekin İlyas'ınki bayağı Cho'lpon malum dep ötdi. Meyli avaz tüscettim bolsun. Özünki sanatki tutkan pozisiyasi, kesbi ahlak cihetlerden bolsun. Bir yaxshi sanatkar. Rahmat ustoz. Musobaqa o'tganlarga tanlagan naqshlari bak nadir naqshlar. Keyin yana shu do'stlar bilan televiziya oldidagi ko'rmanlar bilan yeni birlikte naqshlarni huzurlanib boramiz.
Rahmat ustoz. Ben aytganda shu naqshni yaxshi tanlabdi debmi o'ylab qoldim. Chunki biz bu naqshni shunda ko'p anglagan bo'lsakmi, shunda yoqtirgan bo'lsakmi, İlyasning ijod etishganligini bilmaymiz. Balki mikroaldagi ko'rman do'stlar bilmaslik mumkin. Mush fursatda İlyas o'ziniki ijodiyatiningki bir tarafini o'zi aytib turib namoyon qildi. Ham o'zingizning ijodiyati bo'lgandan keyin asli texmi o'zingizni qo'yib etib bunda bir muzikaga keltirib. Shu bayman dedim-ku, buni 3 xil nusxada repetitsiya qilgandan keyin aralashib ketgandan keyin yelimi İlyas aytib etdi-chu. Amal yo'q. İlyasning va chiroy mimikasiga qarab yuz qo'ldan bayon deyaq. Shu buni hamda o'zining bo'g'ashqa qanday olsa hamda o'ngshab aytibdi. Lekin rahmat shunday yaxshi ish bardingiz, shunday yaxshi bo'ldi. Ansambldagi muzikant do'stlarim ko'p rahmat, chunki biz qaymoqtirib o'tdik sizlarni 3 xil chaqizib. Har holda yana bir yerda oxirlashtirdik. Bir-biringlarni bo'g'ib etmay tugitib etdinglar qilib. Xo'sh, İlyas sizga mo yangicha utuq natijalar yor bo'lsin. Buningni kiyimi yangi ijodiyatlaringiz bilan musobaqaga qatnashishingizni umid qilaman. Programmasi Qadrli ko'ruvchilar, ko'rayotganlar Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan O'xyan taratqusi birlashib ishlagan bosh ustam yurishi Tamti qo'llari tajidorligidagi cho'ng tuproq televiziya sana programmasi Et naqshani programmasi. Yuqorida mahirlarimizdan nahmaydandagi shu mashq qilish jarayonidagi egallagan bilimlariga asosan o'rindagan kishilarni anglab o'tdik. Isil baholag'uvchilarning isil baholarini ham angladik. Mana meni qilishim o'tgan aziz mehmonimiz bo'lsa, sevimli korxonchimiz bo'lsa, bosh ustam yurishlik ta'mti tutqunlari bilan xalqimizdan e'tirof qilishga muyassar bo'lgan Shinjang Arg'u xalqaro so'chak shirkatining qurg'uvchisi Adiljon apandim. Undaqda Adiljon apandim mana bizning bugungi nahmayronimizga yetib keldingiz. Barcha mashq jarayonidagi mahirlarning egillagan uslublari bilan o'rindagan naqshlarini angladingiz. Hamdaki hozirgi minutki bir bayonlaringizni anglab baqqan bo'lsak. Bu programma endi jamiyatdagi mushu har qaysi san'atga havaskor bir turkum yoshlar uchun yaxshi bir fursat bo'layotdi. Endi bugun naq maydonda mushu o'rindigan har qaysi marindash mahoratini ko'rib, garchi men san'at sohasidan bo'lmasam, shundoq bir hayajonlandim endi. Ayt xo'sh bo'ldim. Naq maydonda mushu muzika o'rindiganlarning muzika o'rindash mahoratidan, har qaysi mahirlarning naqshlardan shundoq huzurlandim. Menimcha bu programma mushu har qaysi mahirlarga texmi yaxshi bir sahna hozirlab, jamiyatda yaxshi bir aktiv energiya taqib, texmi ko'p san'atga havas qilayotgan, o'zining ortiqchiligini joriy qildiray deyotganlarga bak yaxshi bir sahna bo'lib manglaydi deb o'yladim. Ani biz endi korxonchilarningki bir mas'uliyatida bu endi jamiyatda belgilik darajada o'zininki mas'uliyatni ado qilish. Bizningki mushu bosh ustam tamtesliqlari ki mushu programmaningki tajdorligini elib, mushu har qaysi mahirlarningki programmada o'zining rolini joriy qildirib, mushu programmaning muvaffaqiyatli chiqishi uchun biz har vaqt eng oldingi safda turib, mushu programmaning muvaffaqiyatli chiqishi uchun biz bir tirishchanlik ko'rsatamiz. Rahmat sizlarga bundan keyingi ishlaringizga davomli utuqlarni menga yer bo'lishiga chin qalbimizdan tilakdoshmiz. Rahmat. Qadrli ko'ruvchilar, yuqoridagi mashq jarayonidagi mahirlarning o'rinlagan nomerlarini tan ko'rib hozirlandik. Mana naqshani programmasini oldingi tanlash bosqichining baholag'uvchilaridan biri bo'lgan Qudrat Abdulla ustoz o'zining guruhidagi mahirlarga ijtihodchanlik bilan yaxshi yetaklab, mahirlarning shu tanlagan naqsini o'zining xarakteriga, uslubiga birlashtirib o'rindash jihatda yaxshi bir sahnalarni yaratib berdingiz. Hamda korxonchi ustozlarni ko'rib o'tdi, hammamiz boshdan oxir shu mashq jarayonida turyapmiz. Muzika atrofidagi barcha azizlarimizmi, yigitlarimizmi haqiqatan jafo tortdi. Mahirlarmi ham shuning bilan birga sizmi haqiqatan ko'p jafo chekdingiz. Chunki mahirlarga o'zingiz qurgan ko'rgu muzika atrofini ilib kelib, mahirlarga yaxshi bo'lgan sharoit hozirlab berish bilan birga Et naqshani programmasining nihoyatda sarxil bo'lish uchun muzika texnik xizmatlarini tan o'tab kelyapsiz. Endi bir odam 3 xil vazifani o'tamak haqiqatan oson emas. O'sha jarayondagi his-qilarlarimizni anglab baqamdik. Endi o'zim bir muzikani yaxshi ko'radigan bir odamchi, o'zim bir muzikani oshiqi. Endi shu programmada, endi shu Et naqshani programmasida dastlabki bosqichniki taklif bog'lovchi ustoz bo'lib o'tdik. Endi ustoz degan bu so'z bir martaba va yoki unvon emas. Ustoz degan bu so'z nihoyat zo'r majburiyatlarni yuklab turdi-chu. Zo'r bir majburiyat ham bir mas'uliyatdan derak berdi bu so'z.
Şoňa bizningki özümizden kütüdigan mesuliyetimiz, özümüz saladigan besimmi bir qadar jiq boldy eken. Anam keyin mawu muzika atritini şu mayırlar bilen keyinki musabık ötkilde tenkeş kıldıgan deyişdik. Bizim mawu körgü ansambldaki muzikantlar bolsa şu rayonumuzda, Şinjan'da bir qadar pişkan, tunulgan hem asasen muntazam muzika marif bilen uçraşkan muzikantlar. Doğru. Yani maslashim shunday yaxshi bo'lyapti. Bu yerdagi bir muzikantlarimizga kelayotgan ig'ir bir besim bor. Bu besim qaysi deganda bizning mayirlarimizningki uslub jihatdan bo'lsin, saviya jihatdan bo'lsin, har qatlamliq. Uslublari o'xshamaydi, saviyalari o'xshamaydi, ovoz tusi o'xshamaydi, yoqtirdiganlar o'xshamaydi. Yoqtirdiganni hurmat qilyapmiz. Shunday bo'lgandan bu ansamblniki o'ziniki nurg'un uslublarda cho'qim o'rinlash kerak. Uslubning cheklamesini bo'sib o'tish kerak bu ansambl. Endi biz bilamiz muzika atriti, bu ansambl degan pek xasligi bor. Chunki muqam ansambl deymiz, muqamni o'rinlaydi, jaz o'ynaydigan yodilar jazli o'ynaydi, rock o'ynasa rockli o'ynaydi, ammo bizning bu ansambl milliychi uslubni tenkesh qilyapti, mayli rock, jaz bo'lsin, ammo pop uslublar bo'lsin, hammasiga tenkesh qilib mengyapti. Hem biz bazıda annenevi milli çalgılarını biriktirip, bazı nakşlarını baykuğa okşar, melodiyasını buzmagan asasda, aynı icatkarlarını, aynı orulluğuçlarını hürmetligen asasda bazı müzik iklimlerini ekirip, yaşlarımızga yakışık bulan alette. Çünkü bu programma musabık karakterini asımı, tamaşabalığa nispeten huzur ekiliş gerek, yenilik ekiliş gerek. Muş noktalarını köp izlendik. Hem de bizniki şu müzik atritimizde hazır 10'ga yakın muzikant var. Biz izchil turda hazır yana şu Okyan televizyonisi, Okyan taratqusi bilan birlikte biz jamiyatdan yana shunday talantliq alayda muzika talanti bor, andikin kasbiy ma'rif bilan uchrashgan amandaq muzikantlarni izchil qabul qilyapmiz. Biz keyincha şu muzika atritini azkam 30 kishilik bir muzika atrit qilib çoğun tipteki müzik kişilikleri hem çoğun tipteki faaliyetlerde keng sanat süyer tamaşalar için hizmet kıldığan yaxşı bir kollektiv qilmoqchi. Endi bizniki hazır repetitsiya jarayonida sharoiti balla kep repetitsiya qilyapti. Meyli mening guruhimda bo'lsin, meyli boshqa ustozlarning guruhida bo'lsin, kep o'rlashtirib qilyapmiz. Sirtdagi kelmagan mayirlar bo'lsa, bizga naqshning originalini evat burda o'z aytib qo'ygan nusxalari bo'lsa, shu bo'yicha biz ovoz tusi nimlarni qilib, repetitsiya qilib, notaga qilyapmiz. Har bir naqsh bitganda shuni notaga elib qilamiz. Ondan biz bevosita ko'p yo'lliq bo'yicha ovoz qilyapmiz. Ovoz qilgandan keyin buniki ham ovozliq, hem qog'oz yuzda buni arxivi saqlanib qoladi. To'g'ri, to'g'ri. Bundan bo'lgandan keyin bu naqshi chiqib keyin qalaymagan bo'lib ketgan ahvoldan saqlanish, hem mayirlarimizniki asli shu vaqtdagi aytgan nimasini saqlab qolish. Ana ba'zi mayirlarimiz qaytib repetitsiya degandan keyin kelganda yana bir qatim repetitsiya qilsa bemalol sakniga chiqitadi. Bu 40-50 naqshchiniki 3-4 ta naqshni repetitsiya qilsak bu jiq naqsha bu. To'g'ri. Shunga her cihetten besim var. Şuna mayırlarımızı deydiğimiz vakti olsa, imkaniyet olsa, çokum tirişse, biz ansambl, yani Okyan taratqusi, birlikte biz bunlar için en yaxshi şarait. Xabar, mayırlarımız hakikaten bu özleri tanlagan ustazlarınınki yetekleşi, terbiyeleşi bilen şu naqşı aytish maharati jihatdan bo'lsin, ovoz chiqarish jihatdan bo'lsin, onun başqa şu naqşı aytish jihatiki barliq ra'y qildigan va egallashga tegishli bo'lgan muhim xalqlarni yaxshi egallabdi va o'rganibdi. Naqsh aytish jihatdan xeyli bir zo'r ilgirlashlar bo'ldi va amaliyotda bir naqshni aytib qolgan vaqtida bir naqshga nisbatan o'zining uslubiga, o'zining xarakteriga akilib aytish bu xeyli bir texnika egallaydigan ish. Shu yetakchi ustozlarni yaxshi tarbiyalash bilan mahirlardimi hakikaten bir o'zgarishlar bo'ldi. Bunun to'limi suyunduq. Onun başqa karxanchilarimizning vakillarimi izchil holda bizningki mayirlarimizningki shu naq maydondagi mashq ahvolini egallash uchunmi ko'p qatim alaydi kap ularga madad ilhomlarni berdi. Biz tuvanda ana shu karxanchilar vakillariningki bir ko'ngil bayonlarini anglab baqsak qanda? Bo'ldi. Yaxshi sizlar ekran oldidagi barliq ko'rarmanlar, men Şinjan Yeşil Hayat Soda Çeklik şirketi Torsod bölüm mas'uli bo'laman. Men oldingi qitim mana shu et naqshani programmasi karxanchilar vakillaridan bo'lib qatnashgan. Bu jarayonda nurg'unlagan mana shu et naqshani programmasi qatnashgan qaltislarning natijalarini ko'rdik. Bugun
naq maydonda ko'rib o'tiribdik. Albatta bir korxonachininki taraqqiy qilishi e'lon tashviqotdan albatta ayrilsa bo'lmaydi. Yeşil Hayat Soda Çekti şirketi mana shu okean taratqusi bilan hamkorlash orqali buningdan keyingi ishlarimizda texmi ro'naq topqizdi. Okean taratqusining Et Naqshani nomli programmani yo'l qo'ygandan boshlab izchil turda ko'rib kelyapman. Ammo shu munosabat bilan shirkatimizningki Masxush markazidagi ichimliklarimizning e'lon tashviqotini qilish bilan birga shu naq maydonda muzika o'rlayotgan mahirlarni o'z ko'zim bilan ko'rish uchun naq maydonga qadam tashrif qildim. Jumladan mahirlar shunda japaliq, shunda qizg'in kayfiyatda aqsabdagi mashqni qilibdi. Bu mahirlarningki japaliq mashq qilayotganini ko'rib o'zimning bu programmaga ishonchim oshdi. Mahirlarningki musobaqada yaxshi natijalarga erishishni umid qilaman. Bugungi programmamizda mahirlarimizning naq maydon mahoratiga qarab baqadigan bo'lsak, ular haqiqatan o'zlari tanlagan ustozlarining to'g'ri yetaklishi va tarbiyalashi ostida mayli ovoz chiqarish jihatdan bo'lsin yoki naqsha aytish mahorati jihatdan bo'lsin, xeyli ko'p ilgarilashlar bo'lganligini cho'nqur his qildik. Ishonamizki, buningdan keyingi musobaqalarda ana shu mahirlarimiz ustozlarning yetaklashida va tarbiyalashida texnik zo'r natijalarga erishkisi. Shunda keyingi bosqichlarimiz texnik jiddiy kaskin elib berildi. Shu munosabat bilan hal qilg'ish musobaqaga kirgan barliq mahirlarga qutuq omad tilaymiz. Naqsha aytishdagi talantlar jamgohi bu sahnada. Shundaq naq maydon naqsha aytishdagi alohida talantingizni joriy qildira oladigan, shundaqla chaqnash fursati yarata oladigan sahna dal Et Naqshani sahnasi. Siz arzu qilayotgan, erishmoqchi bo'lgan barcha natijalar yanala bu sahnada. Bu dal sizning sahnangiz. Xayr xo'sh do'stlar, Tilaksan programmamizda ko'rishaylik. Et Naqshning yangi sunlarda sening ovozing. Et Naqshning mana seni qanotim parvozing. Et Naqshning kutib olsin seni o'zi kelajak.